Qo'ng'ir iyiq, sen nimani ko'rding? Avtori Bill Martin, ressam Erik Carle. Qo'ng'ir iyiq, sen nimani ko'rding? Men bir qizil qushqochning menga qarayotganini ko'rdim. Kızıl kuşkaç, sen nimeni gördün? Men bir seriq o'rdakning menga qarayotganini ko'rdim. Selik ördek, sen nimeni gördün? Men bir ko'k otning menga qarayotganini ko'rdim. Kök at, sen nimeni gördün? Men bir yeşil paqaning menga qarayotganini ko'rdim. Yeşil paka, sen nimeni gördün? Men bir so'zsin mushukning menga qarayotganini ko'rdim. Süsün müşük, sen nimeni gördün? Men bir oq itning menga qarayotganini ko'rdim. Ak it, sen nimeni gördün? Men bir qora qo'yning menga qarayotganini ko'rdim. Kala koy, sen nimeni gördün? Men bir oltin biliqning menga qarayotganini ko'rdim. Atın bilik, sen nimeni gördün? Men bir muallimning menga qarayotganini ko'rdim. Malum, siz nimeni gördünüz? Men kichik bolalarning menga qarayotganini ko'rdim. Balalar, sizlar nimani ko'rdinglar? Biz bir qo'ng'ir iyiq, bir qizil qushqoch, bir seriq o'rdak, bir ko'k ot, bir yeşil baqa, bir so'zsin mushuk, bir oq it, bir qora qo'y, bir oltin biliq, yana bir muallimning bizga qarayotganligini ko'rdik.